Tak, bu Photoshop va bu men. Men o'zimdan so'radim. Photoshopdan preview yasab, non tuzini topsam bo'ladimi? Keyin o'ylanib qoldim. Nimaga yo'q? Shunday ekan, men o'zimning hayotimda 7 kun mobaynida blogerlarga preview makerman deb yozib, Photoshop orqali qancha money qila olaman deb eksperiment o'tkazib ko'rdim. Mana bu preview taklif qilib ko'rmoqchi bo'lgan 10 ta bloger. Kunduzi, Ahror Alixonov, Jamshidxon Ziyoxonov, Kesnaplov, Nima gap, Abdullajon akadan Magnit, Azizbek, Aka, Oybek, MetaArt. Birinchi kunda men vaqtimni yo'qotmaslik uchun bundan ancha avval qilgan previewlarimni jo'natishdan boshladim va yozgan birinchi odamim Kunduzi bo'ldi. Lekin uni YouTube kanalida to'g'ridan-to'g'ri Telegramga yozib bo'ladigan akkaunt yo'q. Shunday ekan uni menejerga yozdim. Assalomu alaykum. Yangi preview makerman. Preview olmaysizlarmi? deb yozdim-da, eng yaxshi ajoyib previewlarni yubordim va kutdim. Keyin qachon menga menejer o'qib qaytib yozar ekan deb qolgan 9 ta blogerga ham xuddi shu taklif bilan yozib chiqishni boshladim. Eng birinchi bo'lib xabarni Oybek akamiz o'qidi va u ko'rib chiqib yozib yuboraman dedi. Bu degani esa u ikkinchi qaytib yozmaydi. Ikkinchi bo'lib aka-uka. Ularga ham kerak emas ekan. Lekin agar mabodo kerak bo'lib qolsa, meni hisobga olar ekan. Uchinchi bo'lib Ahror Alixonov yozdi va u motivatsiyam bo'ldi. Rahmat, lekinga ham kerak emas. Shu joyda bo'g'ib o'ldiring. Qolganlar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Azizbek ham kerak emas dedi, MetaArt o'qidi, zo'r chiqdi deb yozib qo'ydi. Va shunday birinchi kun tugadi. Ikkinchi kunning oxirida yomg'ir tagida Eminemni g'amgin qo'shig'ini eshitib o'tirganim va qilayotgan ishimni hammasi bir tiyinligini o'ylab, hech kim mendan preview olmaydi. Men hech qachon boyib ketmayman deb siqilib o'tirdim. Va u paydo bo'ldi. Bu emas, boshqasi. Shu. Meni xursand qilgan narsa shu bo'ldiki, u shunchaki qiziqib ko'rdi. Assalomu alaykum, zo'rku. Oxirgi ko'rsatuvni ko'rdingizmi? Kosmos haqidagisi?mi? Vaqt. Ko'rdim, nimaga so'rayapsiz? O'shanga obloshka ishlab berasizmi? Harakat qilib ko'raman. Ertaga qilib sizga tashlayman unda. Yes, kutaman. Va men quvonch ko'z yoshlari bilan uxladim. 3-kun. 2 soat vaqtimni sarflab, dahshat preview qilib yasab berdim va Abdullajon akaga tashladim. U menga yozdi. Qiziq, meni ham qo'shsa bo'larmikan? Bu rangga to'g'ri kelmaydi. Rasmsiz bo'lmasa odamlar videoga kamroq bosadi deb o'ylayapsizmi? Menimcha eksperiment qilib ko'rgan yaxshi. YouTube'da hozir 3 ta preview qo'yish imkoniyati bor. Men ham shunday qildim va ikkinchisiga o'zimni qo'shmadim. Eng kam klik qilingan preview aynan o'shanisi bo'ldi. Bunaqa masov videoga ishlatasizmi deb so'radim. Chunki videoga shunaqa prilojeniyani YouTube'da video qancha prosmotrilgani, kim qanaqa obloshka qo'yganini ko'rsatadi. Va o'sha videosida faqat 2 ta preview o'zgartirilgan. Va Abdullajon akamizga shunaqa deb yozdim-da, javob kutdim. O'qimadi. 4-kun. Abdullajon aka hech narsa o'qimadi va men ikkinchi marta motivatsiyam tushib ketdi va emotional damage oldim. Xulosa: 1. Ishlab topilgan pul 0 so'm. 2. Bekorga yetkazilgan vaqt 5 kun. 3. Emotional damage 2 ta. Hammasi yomon, lekin umid bor. Va oxirgi umidim mana shu videoda. Agar sen bloger bo'lib, review kerak bo'lsa, video tagida Telegram kontaktimni tashlab qo'ydim. Eng yaxshi skidkada qilib beraman. Bitta burger bilan 0.5 Pepsi'ga. Zamon ovlash ketyapti.